Asus ROG Flow'ni $700 beramiz. Mishka kovriklari, dastavkalari shu narxda ichida bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan notebook dunyosi. O'zbekistonda kamyob bo'lgan modelni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. X360 aylanadigan sensor ekranli игровой gaming notebook. Asus ROG Flow degan игровой notebookimizni ko'rinishi mana bunday bo'ladi. X360 aylanadigan sensorli ekranga ega bo'lib, klaviaturalar podsvetkali, korpusi karbonoviy bo'ladi. Protsessor bu yerda Ryzen 9, ayni Ryzen 9 6900HS protsessoriga ega bo'lib, video kartasi esa RTX 3050 Ti 4 GB video karta. Bu notebookimiz operativ xotiralari DDR5 bo'ladi, 16 GB lik 6400 MHz shinada ishlaydi. Doimiy xotirasi esa SSD NVMe tezkor xotira 1 TB lik xotiraga ega bo'lgan notebook. Asus ROG Flow'ning ekran razresheniyalari voxka bo'ladi. 1920 ga 1200 megapiksel da bo'ladi. 120 Hz chastotada ishlab beradi, 13.5 G. Bu notebook bilan olib, xohlagan o'yinlaringizni bemalol qotimasdan o'ynab bera oladigan игровой notebook. 3D Max avtokadlarda ishlayman, lekin menga yengillik kerak va sensorni kerak. Dizaynlari uchun ham juda ham mos bo'lgan notebook. Asus ROG Flow notebookini O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul qilib beramiz. Notebook dunyosiga kelmoqchi bo'lsanglar, Toshkent shahar Malika bozorida joylashgan do'konimiz, kelib ko'rib olib ketsanglar ham bo'ladi. Asus ROG Flow'ni $700 qilib beramiz. Mishka kovriklari, dastavkalari shu narxda ichida bo'ladi. Nasiya savdoga ham olsanglar bo'ladi. Notebook dunyosida qolayimizda shu va shunga o'xshash notebooklar juda ham ko'p. Telegram kanalimiz va Instagramga podpisatsiya bosib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.